ozish uchun va chiroyli qomat uchun yana bitta loyiha. Gormon rosti, ya'ni somatropin. Bu haqda eshitganmidingiz? Demak, bu organizmda eng zo'r anti-age gormonlardan bittasi. U bosh miyani oldingi do'lasi ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarilgan vaqti asosan kechki payt. O'sha uchun uyquni to'g'rilang va gormon rostdan balandligiga erishing. Yana bitta narsa, gormon rostdan chopib boradigan narsani bilasizmi? Bu insulin. Ya'ni biz iste'mol qiladigan shakar un mahsulotlarimizda oqibati oshib ketadigan gormon bu insulin. Bu insulin прямой proporsionalniy gormon rostini, ya'ni somatropin o'sish gormonini ishlab chiqarishni kamaytiradi. Yana bitta narsa unutmang, eng zo'r yog' erituvchi gormon va organizm tez o'ziga olib keladigan gormon bu somatropin, ya'ni gormon rostidir, o'sish gormonidir. Yil davomida bilasizmi, qachon gormon rostingiz baland bo'ladi? Bu, конечно, ro'za paytida. Ro'za payti kun davomida ro'za tutib, och bo'lib yurasiz va bu insulin tushishiga olib keladi va gormon rostini avtomatik ko'tarilishiga olib keladi. O'sha evazi qorinchalarimiz kichrayadi va organizm o'zi energetik bo'lib, ko'zangiz elastik bo'lishni boshlaydi. Gormon rostini baland qiladigan bir necha loyiha. Birinchisi, tez uglevodlarni ratsiondan olib tashlash. Ikkinchisi, intervalli golodaniya. Uchinchisi, sport va to'rtinchisi, to'g'ri vaqtida me'yorli uyqu. Menimcha bu ma'lumot sizga ancha asqatadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Yana yangi ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.